Salom, meni azizlarim. Sizlar bilan uchrashganimdan xursandman. Yana sizlar bilan diydorlashtirib qo'ygan Allohimga hamd sanolar bo'lsin. Niyatinglarni oldim, energiyalarni oldim. Shifoli ochirim bo'lishini Allohdan so'rab, menga podpiska bo'lgan, like bosganlar niyatingizni oldim, energiyangizni oldim. Shifoli ochirim bo'lsin. Ini azizlarim, sizlarga aytaman, Nigora Folbin degan bor ekan. Shu Nigora Folbin meni videolarimni o'ziga oformlat qilib, TikTokdan ham videolarimni olib, YouTubedan ham videolarimni olib, o'ziga oformlat qilib, mosheniylik qilyapti ekan. Bilib bilmasdan murojaat qilib qo'ymanglar. 90lik nomerda ekan. Meni nomerim Telegramdagi nomerlarim +7 929 221 1968. Faqat meni o'zimni videolarim, hamma videolarimni oformlat qilibdi. O'ziga meni videolarimni qo'yib olib, meni ovozim, meni videolarim bilan ish qilyapti ekan. Moshenik ekan, hushyor bo'lasizlar. TikTokga ham bu videoni albatta qo'yaman. YouTubega ham qo'yaman, WhatsAppga ham, nimaga ham qo'yaman, Instagramga. Instagramdan ham meni videolarimni tortib o'ziga qo'yib, shunaqa qilib ish qilyapti ekan. Har kim o'zini pishirgan ovqatini o'zi yeyish kerak-da. Birovni tahoratiga namoz o'qib bo'lmaydi. Ras shunchalik folbinlik qilaman debsan, qilmaysanmi? O'zingni ishingni bilib qilmaysanmi? Nima qilasan? Biz videolarimizni oformlat qilib, o'zingga qo'yib, keyin bunaqa qilib chiqqani. Men qonuniy ham buni javobgarlikka tortishga harakat qilaman, Xudo xohlasa. Ishonmanglar, Nigora Folbin deb chiqyapti ekan. Men ana qilmoqchi emas edim. Juda videolarim ko'p. Hamma videoyimni, почти ko'p videolarimni o'ziga oformlat qilib, shunaqa qilyapti ekan. Ko'rib qoldim. Men ahamiyat bermardim, chunki hammani o'zini kallasidan osadi derdim. Insonlar ham ovoz bilan ovozni farqiga boradi deb o'ylardim. Endi bilmayman, ovoz bilan ovozni farqiga boradimi, bormaydimi? Balkim meni ko'rayotganlar bordir, balkim meni ko'rmayotganlar bordir. Uni bilmayman, lekin meni nimamdan videoyimni qo'yib, meni orqamdan ish qilayotgan, meni orqamdan haramdan non yeyotganlar bor ekan, shularni ko'rib qoldim. Shuning uchun shu videoni chiqarishga harakat qildim. Iloji boricha shuni ko'rganinglarda haromdan yemasdan haloldan yeyishini bir aytib qo'ysanglar bo'ladi, kommentlariga yozib. O'zim ham kommentiga yozdim. WhatsApp nomeriga ham telefon qildim. Telegram nomeriga ham yozdim. Keyin TikTokdan ham kommentariyamga yozib qo'ydim. Meni videoyimni kommentariyasiga yozib qo'ydim. O'zingni kallang bilan ish qil deb. Endi 5 qo'l baravar emas-u, shunaqa ekan. Mayli, o'ziga qiyin. Hali javobini oladi buni. Sizlar niyatinglarni oldim, azizlarim. Energiyalarni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Shunaqa bir haromdan topadiganlarga ham Alloh o'zi jazosini bersin. Xo'p, ertangi kunga ochirim qilmoqchi edim. Jinday xafa bo'lib, jicha anaqa bo'lib qoldim, xafa bo'lmaysizlar. Albatta tanlovda turganlarimiz bor. Nimalarnidir tanlashimiz, yo'l tanlov qilolmasdan turganlarimiz bor ekan ertangi kunga. Xo'p, yana ertangi kunga bizni nimalar kutyapti? Xudo xohlasa yangiliklarni kelishi, xush xabarlarni eshitishimiz bor ekan ertangi kunga. Xo'p, va yana ozgina bir puldan tangli bo'lib turganlarimiz bor ekan. Alloh nasib qilsa albatta bu pullar keladi. Mehnatimizga yarasha albatta daromadlarimizni olamiz. Ozgina bir puldan qisilib turganlarimiz ham bor ekanmiz. Xo'p, va yana nimanidir hal qilmoqchi bo'lgan ishlarimiz bor ekan. Dokumentarniy ishlarimiz, balkim bir ish qilmoqchi bo'lganimiz, balkim biror narsa qilmoqchidirmiz. Balkim bir oilamizda nimanidir hal qilmoqchi bo'lgan ishlarimiz bor ekan. Va yana kartalarimiz, oxirgi kartamiz, kechalari uxlamasdan chiqayotganimiz, bedor o'tkazayotganlarimiz, albatta bugun juda ham yaxshi kun. Xudo xohlasa barcha duolarimiz ijobat bo'ladigan kun. Alloh nasib qilsa hammamiz chiroyli xuftondan keyin mana o'qiladigan duolar,
ijobat bo'ladigan kun. Xudo xohlasa bugun mana qanaqa duoyingiz bo'lsa albatta o'qing, ijobat bo'ladi xudo xohlasa. Bugun juda ham ulug' kun. Shunaqa bir xursandchiliklar, bir yaxshi narsalarni bo'lishi nimaki narsani o'zingizga bunday tilab qilgan duolaringiz albatta ijobat bo'ladi. Xudo xohlasa shunaqa bir bedor o'tkazadigan kunlar bugun. Alloh nasib qilsa tunlarni shunaqa bir bedor o'tkazib, chiroyli duolarda duolarimiz ijobat bo'lishini Allohdan so'rab, mushkullarimizni oson qilsin, hojatlarimizni ravon qilsin albatta. Hammamizga Allohim xayrli va barakatli kunlarni berishini Allohdan so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ertaga yana 10 kunlik ochirim qilaman. Boshqa profillarda, boshqanaqalarda chiqsa ishonmang. O'zimni Telegram raqamlarim yozilgan, albatta Rossiya nomerida yozilgan Telegram raqamim bor. Shu orqali murojaat qiling. Ishonmang boshqalarga. Ko'ryapsiz mana. Shu meni videolarimni qo'yganini albatta baribir ovoz orqali ham taniysizlar. Baribir boshqacha bir anaqa bo'lishi kerak-da. Bilmadim endi yana kimda qanaqa. Sog' bo'linglar, hammalaringizni yaxshi ko'raman, sog'inib qolaman. Sizlarni yana chiroyli ochirimlarda diydorlashguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.